Assalomu alaykum musofirdagilar, sizlar uchun maxsus video Sohibi Xudoy maqbarasiga o'sha Marg'ilon sitini ko'rgan bo'lsanglar, o'shanaqa loyiha tushyapti, xudo xolasa inshaalloh. Mana qaranglar, sekin yoritib boraman. Hamma o'zi mehnatda. Aytishlaricha masjidlarga polni yo baqami bu tomongami hali mehmonxonalar bo'lib, matlab vobshim chiroyli bo'lar ekan. Turizmni yurgizishga vobshim loyihalari qo'limizda emas, xudo xolasa yoritib boramiz. Mana qaranglar, bu yerda shtablarigacha hamma biz yoritgani keldik, xudo xolasa inshaalloh birinchilardan bo'lib YouTube ga qo'yapmiz inshaalloh. Mana qaranglar. Sekin mana akalarimizni ish jarayoni ishlayaptilar. Akalarimizga kuch-quvvat bersin. Mana tinmay ishlashyapti. Biz xudo xolasa Orom choyxonasi Muslimxon ishton abzor kelib turib osh qilib akalarga kichik bo'lsa ham hissamizni qo'shyapmiz. Xudo xolasa loyihalari chiqsa, qanaqa proyektlar hammasini sizlarga qo'yib boraman. Mana bu yerlar buzildi. Onli yaxshi nimalar bo'lyapti bu tomonda. Naryoqda ham mana akalarimiz xudo xolasa inshaalloh hammalariga kuch-quvvat bersin. Bu tomonda ham, narigi tomonda ham xudo xolasa mana hamma ishlayapti. Qaranglar. Xudo xolasa bu va'da bitganda ham o'zim chiroyli qilib YouTube ga obzor qo'yaman sizlar uchun. Ko'rib borsanglar bo'ldi, xudo xolasa. Mana Orom choyxonasi akalar oshdi. Bilasizlar, nomeradin qiladi, yuboradi. Xizmatda Orom choyxona akalar ham oshdi. Kuzatib tursanglar, xudo xolasa bitishini ham YouTube ga chiroyli qilib qo'yaman. Muslimxon qayerga ketdi? Hech kim bilmaydi. Sekin tez oladi, qochib ketadi shu bola boru. Hamma yoq buzilyapti. Mana narigi tomonlar ham polni duvoligacha buzilib ketyapti. Hozir do posli deydi-ku, o'sha dosini olyapmiz. Poslesini xudo xolsa bitgandan keyin ham yo bitib ketayotgan jarayonlarigacha qo'yib boraman inshaalloh. Mana nomeradin bo'ladi xudo xolasa. Temboli klonlar ko'p bizda. Vobshim dizayni ham buzib yuboradi rishton. Obuna bo'lib qolsanglar, shunaqa zo'r joylarda qo'yib, yangiliklarni qo'yib boraman endi xudo xolasa. Qanaqa bo'lsa atmosfera, masjidlar, naryoqlarda xudo xolasa u tomon endi o'zi ishlashyapti. Chinigarondan kim bo'lsa bunday aloqachami bir narsalar tashlab ketinglar kommentariyaga. Sizlarni ko'rib biz ham motivatsiya olib, yana ham ilhomlarimiz kuchayib ketsa.